Assalomu alaykum hurmatli televizor Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövende diqqatinglar bugungi xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan chaqirilgan umumiy kengash yig'ini 13 fevral kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. Tor orqali chaqirilgan bu qitimqi umumiy kengash yig'ini doklad taqdim qilish bo'limi va fikr takliflarni plan programmalarni muzokara qilish bo'limi deb ikki qismga ayrilgan bo'lib, yig'inning tunji bo'limi 6 fevral kuni chaqirilgan va qurultayning har qaysi alladagi rahbarlari, 6 navbatli qurultayning vakillari, qurultay tarkibidagi tashkilotlar va qurultay bilan yaqindan hamkorlashayotgan tashkilotlarimizning asosli mas'ullari, lager shoidlari va qurultayni aktiv qo'llab kelayotgan fidokor siyosiy faoliyatchilardan bo'lib, 20 davlatdan 200 nafardan ortiq kishining qatnashida o'tkazilgan avvalgi qitimqi yig'inda Qurultayning 2017-yili 11-oyda Germaniyada o'tkazilgan 6-navbatlik umumiy qurultaydan buyon ilib borgan 3 yillik umumiy xizmatlari haqida xulosa doklati taqdim qilingan edi. Mazkur umumiy kengash yig'inining 13 fevral shanba kuni chaqirilgan 2 bo'limiga yana avvalgi yig'inga qatnashgan vakillar ishtirok qildi va Dünya Uyg'ur Qurultayı ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi yig'in vatanimiz Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlandi. Yig'inda oldi bilan mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan zulm va irqiy qirg'inchilikni xalqaro jamoatchilikka fosh qilishda intoyin muhim rol o'ynab kelgan Tursunay Ziyovuddin, Sumrat Davud, Sayragul Savudbay, Qalbinur Sidiq, Gulbahor Jililova, Gulbahor Xotivaji, Gulzira Ovulxon, Mehrgul Tursun, Ömer Bakali qatorliq 9 nafar qahramon va jasur lager shoidiga Dünya Uyg'ur Qurultayı nomidan sharafnoma taqdim qilindi va har bir lager shoidi 1000 yevro naqd pul bilan mukofotlandi. Qurultay raisi Dolqun Aysa apandimning nomida hozirlangan sharafnomada Sharq Turkistonda Xitoy davlatining yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyoga oshkorlashda ko'rsatgan jasoratingiz uchun rahmat aytamiz deyilgan. Dolqun Aysa apandim lager shoidlarga mukofot tarqitish murosimida qilgan so'zda mundaq deb ko'rsatdi. Rahmat. Assalomu alaykum vatandaşlar. Bugünkü yig'inimizga tekrar xush keldinglar. Aziz vatanimiz 1949-yili Xitoy mustamlikaga muftila bo'lgandan buyon shiddatli bir shaklda assimilyatsiya siyosati yurgizib kelganligi bir haqiqat. Xitoy hukumatining bu jinoyatni bizden burunqi rahbarlarimiz Allohning rahmatiga erishgan, hatto bugun bu yig'inda biz bilan birga bo'lgan peshqadam inqilobchilarimiz mavjud imkoniyatlar bilan 1949-yildan buyon dunyoga anglitib keldi. Bizler bunu davomlashtiryapmiz. Xitoy hukumati bu jinoyatni 2013-yilgacha, ya'ni Xi Jinping hokimiyati davrigacha dunyoga ba'zan oshkora, ba'zan yepiq shaklda yurgizib kelgan bo'lsa, 2014-yildan boshlab assimilyatsiyon siyosatidan oshkora bir irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizishga o'tdi. Biz Dünya Qurultayı boshliq butun tashkilotlar, faoliyatchilar Xitoy hukumatining bu irqiy qirg'inchilik siyosatini insoniyatga qarshi ishlangan jinoyatni fosh qilishga, dunyoni bu qirg'inchilikni to'xtatishga harakat etishga chaqirib ko'plagan xizmatlarni qilgan bo'lsaqmi, yetarli darajada dunyoning diqqatini tortishda ko'p qiyinchiliklarimiz, mushkulotlarimiz bo'ldi. Xitoy 2016-yildan boshlab bütün aloqalarni uzib tashlashga, bu irqiy qirg'inchilik haqida aniq bir uchur faktlarni qo'lga tushirish qiyin bo'ldi. Shunga 2018-yilning oxirigacha dunyo asosan sukutda yoki e'tiborsiz vaziyat tutup geldi. Bir haqiqatning haqiqat ekanligini uni isbotlaydigan faktlar bilan haqiqat bo'lib qabul qildiganligiga biz yana bir qatam shohid bo'ldik. Bugun Amerika hukumatining Kanada, Belgiya qatorliq parlamentlarning Sharq Turkiston qirg'inchilikni rasmiy bir shaklda irqiy qirg'inchilik deb tonishi va jakolishida o'zining fojialik kechirmishlari, azobli hikoyalari bilan dunyoni moddiy faktlar bilan ta'minlagan qayil qilgan jasoratlik lager shoidlarining o'ynagan roli alayda zo'r bo'ldi. O'rtakili Mehrgul Tursun, Zumrat Davud, Tursunay Ziyovuddin, Gulbahor Jalolova, Gulbahor Mahmudjon, Sayrigul Saidbay, Qalbinur Sidiq, Gulzira Ovulxon qatorliqlar sizlarga butun Sharq Turkiston xalqi ko'rsatgan jasoratinglar uchun cheksiz rahmat aytadi va hurmat qiladi. Bugün bu kahramanlarımızga Dünya Qurultayı bütün Sharq Turkiston xalqi nomidan minnatdorlikni bildirish
jasoratinglarga bo'lgan qoyilligimizni ifodalash uchun jasorat mukofot taqdim qilishni uygun ko'rdik. Bugun bu jasorat mukofotini olgan yoki olmoqchi bo'lgan 9 nafar qarindoshimizdan boshqa Xitoyning jazo lagerida yetib chiqqan, fojialarni yashagan va ko'rgan yana boshqa lager shohidlari mavjud. Afsuski, ular hozirgacha o'r dunyoda turibmi, bu 9 nafar qahramonimiz ko'rsatgan jasoratni ko'rsatligini dunyoni faktlar bilan ta'minlashdek vijdoniy burchini ado qila olgani yo'q. Ularning sukutini buzishga ve bu 9 nefər qəhrəmanlarımızdan ülgə elişki çağırırız. Aziz vatandaşlar, bugün bu jasorat mukofotini olganlarga qaraydigan bo'lsak, Ömer Bakali'den başqa qəhrəmanlarımızdan xonimlar ekanligiga shohid bo'lamiz. Bu hal bizga tarixdagi qahramon xonim qizlarimizning jasoratlarini, qahramonlik obrazlarini xotirlatdi. Tomaris, Nozgum, İhbarxon, Rizvangul, Uchturpan inqilobidagi 7 qizlarimni xotirlatdi. Anılar bir qo'lda büşükni tebretse, bir qo'lda dunyoni tebretdi degandek, sizlarning jasoratinglar bilan dunyoni tebretdik, dunyoning qoyilligini, moyilligini qo'zg'adik. Oxirida Sharq Turkistonda Xitoy hukumatining erkiy qirg'inchilikni qabul qilishga zo'r rol o'ynadinglar. Sizlarga rahmat aytamiz, hurmatlarimizni bildiramiz. Shuning bilan birga yana o'tgan dokladini men tilga o'tgandek, bu erkiy qirg'inchilikni dunyoga tunutishda rol oynagan BBC'ga o'xshaydigan, New York Times'ga o'xshaydigan, Washingtonga o'xshaydigan xalqaro matbuotlarning va xalqaro tadqiqot markazlaridan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, Avstraliya davlatlik tadqiqot institutiga o'xshaydigan va chet ellik mutaxassislardan Adrazan, Shoujanga o'xshaydigan mutaxassislarga, shundaqla Uyg'ur tadqiqotchilardan Asiya Uyg'ur, Abdul Ayibdek Uyg'ur tadqiqotchilarining sosyal medyada guvohlik bergan guvohchilarning o'ydigan rolimi ko'p bo'ldi. Bularga alayda rahmat etishni bir milliy majburiyat deb bilamiz. Rahmat sizlarga, hurmat sizlarga, millatimizning duori sizlar bilan birga. Ko'p rahmat. Bu qitimqi umumiy kengash yig'iniga qatnashgan lager shohidlaridan Zumrat Davud, Gulbahor Xotivachi, Tursunay Ziyovuddin, Ömer Bakali, Gulbahor Jililova, Qalbinur Sidiq, Mehrgul Tursun qatorliqlar orqa-orqadan so'z qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga rahmat etish bilan birga o'zlarining yurak so'zlarini ifoda qilishdi. Bizning sharqiyga shunchalik ashaq qiynalayotgan qarindoshlarimiz uchun har qanday bir Uyg'urning o'rnidan turib ketishini umid qilaman. Har qanday bir davlat bizga e'tibor berib, bu yoqdagi qirg'inchilikni to'xtatishini umid qilaman. Bu haqiqat, bu hech qanday bir odamning o'zi uchun hech qanday bir odam o'zining butun dunyoga bundaq darajada bundaq narsalarni jakarlashining o'zimi bir ig'ir ish. Mening uchun shundaq. Shuning uchun har qanday bir odamning ko'rib kelmasmi mushaq turib, har bir Uyg'urimizning, hatto mening ko'nglim yerim bo'ldig'ini mushuni bilmaydigan Uyg'urlarimizmi borki. Hatto mendan ashtaq deb so'ragan Uyg'urlarmi bor bo'ldi. Uyg'urdan ashtaq chiqqan, men sizdan Uyg'urma deb so'radim ashlab. Aş qirg'inchilik ashaq bo'layotgan, ashundaq bizning Uyg'urning beshiq kelayotgan buni bilmaydigan inson yo'q deb o'ylayman men. Ashuni shundaqmi, ashtaq ish bo'lma deb. Shuning uchun har bir Uyg'urimiz, har bir qarindoshimiz, hatto boshqalar bizga ashundaq ko'ngil bo'layotganda har bir Uyg'urlar o'rnini qo'yib ketinglar. Lagerlarda yetayotgan va yoki lager sirtidimi lagerga o'xshash kunni ko'rayotgan Uyg'urlarim uchun so'zlaganligimdan dünya matbuotlarga mushuni dunyoga anglatganligimdan to'liq xo'shal, to'liq xursand. Bugünkidek mushundaq kunda sizlarni bilan bir so'rinda o'tirib sizlarga mushu gaplarni deb berganligimdan mushundaq xo'sh. Hammanglarga rahmat. Ular o'zlarining hayotini qutulishdan butunlay umidini uzgan. Hatto turma lager sirtidagi Uyg'ur qizlar, qizlar bo'lsin, ular o'zining hayotini qutulishni umidini uzgan, ovozini anglatolmagan shaklda Xitoylarning ularga bo'lgan mayli turmushida bo'lsin, mayli sirtida bo'lsin, shu xonim qizlarning Xitoylarning har xil bisimlarida yana shularni zo'rlik so'mbilik uchrayotdi. Xitoy o'ziningki hujjatlashtirib bergan shu fursatdan foydalanayotgan, Xitoy tuqqan, qo'shmoq tuqqanlardan foydalanib, ana shularning har xil shakldagi o'zining g'ururiga, vijdoniga xilof bo'lgan şu depsençilerge uçurabıdır. Biz bulanın avazı buluşumuz, bulanın avazını devamlı yanıtışımız gerek.
Her bir vicdanı gurur var mı? Uygur diyen bir Müslüman, Uygur diyen bir insan ilgisi. Menimce hemimiz ordumuzdan destur turup geçişimiz gerek. Biz bunu qarab tursak bo'lmaydi. Ha, baydan yuqorida aytib o'tgandek, mayli shu jazo lagerlarida yetib chiqqanlar bo'lsin, hozir shu tuqqanlar asha yetayotgan bo'lsinmi, shuningga ovoz beramayotgan, shuningga so'zlab chiqamayotganlar bo'lsin. Men ashlarni umidim, kutadiganim, ashlarmi cho'qim so'zlab jur'at qilish kerak, shular o'rnidan turib ketish kerak. Biz bu fojiadan, bu azob oqibatlarni qat'iy unutib qolmasligimiz kerak. Biz bu kurashni qat'iy davomlashtirishimiz kerak. Mening deydiganim mushu, men bu vaqt munosib sözümü bir şeyde ahlaştırmam. Ama Allah'a köpten köp rahmet. Öşedki yatkan kırındaşlar dedi, eğer ölmüşsünüz Gülbahara'dan, eğer ölmeyi meşedin saksalamet çıksanız sizge amanet, bizim amanatınızın, ballarınızın üyge bağın, bizim unutkamam deyip, kündüz öşedki yaş küçük çıraylı kızlaştık dedi. Elbette ben ular degen, ben eğer meşedin sak çıksam, ben herkes unutmayım deyip, şu 20 gün çıkıp, 20 günlük bir haftadan keyin mushu aşağı lagerni yatkan beguna yatkan qarindoshlarımdaki ismlarini yezishga başladım, sevindim. 20 gün aşağı yig'ilgan qizlarning ovozlar qulog'imdan ketmadi degan gaplar aşağı amonatlar qulog'imdan ketmay 20 gün aşağı balalarimdan qiynalib qilmasdan men hammani tashlab aşağı guvohlik bermay aşağı ko'rganlarim deyman qizlarning omonatlarini deyman deb mush 2 yil bo'ldi davatman. Fransiyaga kelganim bir 4 ay bo'ldi. Meşedim davatman. Men hayatımın ahirigacha guvohlik beraman. Men agar u vatan ozod bo'lib men ko'ramsam, mening bolalarim, nevralarim ko'rdi deb o'ylayman. Biroq jinim chiqib ketguncha ahirigacha men guvohlik beraman. Biroq shu millatimniki, shu Uyg'urlarniki beshiq kelgan shu zulmni o'ylagan vaqtimda yana jim turishni xohlamadim. Kitap yazıp şu Uygur'un beshiq kelgan zulmni bütün dunyoga oshkorlashni to'g'ri topdim. Bu jarayonda men o'zimniki ismini oshkorlamadim degan masala kelgan vaqtida men bekchiq o'ylandim, bekchiq ishkilandim. Eng oxirida yana shu millatim uchun, vatanim uchun oshkorlashni qaror qildim. Men endi shu kitobimniki, shu barliq mushu guvohlik berayotgan qahramonlarimizniki guvohliklariniki Uyg'ur millatiga bir ozroq yordami bo'lgan. Xitoy hukumati shu Uyg'ur millati uchun shu yurgizayotgan shu besimlarni, zulmlarni ozlashgan, shu lagerlarni bir taqisga degan umidda. Rahmat sizlarga. Şunun bilan hozir men bu odamlarni ko'rib shunday xush bo'ldim. Hali ham farzandlarimga "Apangsining mundaq japolarni ko'rdi, sening qarindoshing mundaq sababdan o'ldi. Sen mu keyin chiqsang apangdan kuchli odam bo'lishing kerak" deb tarbiya beryapman. Biz hammamiz o'zimizga, qarindoshlarimizga, farzandlarimizga, atrofimizdagilarga Uyg'urning zulmini anglatmasak, Uyg'urlar haqiqatan keskin holatga keldi. Xitoy bizni qirib tugatmoqchi to'xtamaydi, ammo biz tugamaymiz, biz yo'qolmaymiz. Muştaq bir ömlük kelgan Uyghur qarindoshlarimiz bo'lgan ekan, men hozir vatanga qaytalaydigan, vatanning bir kun ozod bo'laydiganligiga ishonaman. Agar men ko'ramsam, farzandlarimiz, keyingi avlodlarimiz ko'rdi, inshaalloh. Sizlarning shu fursatda yuz ko'rish vaqtimga va yurak so'zimni davog'imga sizlardan intan xush bo'ldim. Hammanglarning turmushi o'tiq. Ishlar osonchilik tilayman. Dast turayli, birlik tiklayli. Vatan uchun kurash qilaylik. Rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammanglarga javob o'tliq salom. Bizdagi bu har qaysi soatga qarindoshlarimizning kuchli tirishchiligining orqasida nayt zo'r g'alablarni qo'lga keltiryapmiz. Ham shundaqla yana bir vaziyat olib turyapmiz. Butkul dunyoning nazari Sartostoniki va Uyg'ur qirg'inchiligiga markazlashdi. Buniki asosan sababchilar bo'lgan qarindoshlarimizni to'xtamay kechish kunduz demasdan tirishchilik qilish jarayonida bu ishlar vujudga keldi. 2020-2021 biz uchun nayt jaboli bir yillar bo'ldi. Endi men bu qurultaydagi rahbarlardan ham qurultaydan boshqa sohadagi qarindoshlarimizdan shunchalik minnatdorligimni bildiraman bugun. Lager şahitlərinin cəsarətlik və təsirlik nutqlarını anlayan yığın vəkilləri hayacandan göz yaşlarını tutanmadı. Lager şahitlərini mukafotlash murosimidan keyin söz alğan Amerikadakı peşqadam kurashchimiz və milli ustozimiz G'ulomidin Ahmad Baxta.
Sobiq Xalqaro Sharq Turkiston Milliy Qurultayining raisi, milliy adibimiz va shoirimiz Avstraliyadagi milliy ustozimiz Ahmad Egamberdi. Avstraliyadagi peshqadam yozuvchimiz va kurashchimiz So'yingul Chonishev qatorliqlar so'z qilib, o'zlarining orzu tilaklarini tövandagidek ifoda qilishdi. Assalomu alaykum aziz yurtdosh va qarindoshlarim. Bugun men sizlarga bu kompüter orqali salom yo'llaganligim uchun baxtiyorman. Hammanglarga Allohdan madad ve himmet, gayret ve hammanglarga to'g'ri yo'lda öz istiqlolinglarga, yani mustaqilligimizga qo'yish uchun yurak ve ko'ngil birligi bilan birlikte birleşip de ittifak bulup, qarindosh bulup, hamma fikirde, dilde, tilde ve yolumuzda birlik septe turup bir gaye ve bir irade bilen özümüzün müstakil azat devletimizni kuruş bizge nasip olsun da şu yolda manmaktımız ve manımız. İnşallah bizge bu kudret, bu akıl, bu farasetni ve Allah bizge bütün dünyadaki tinçlikni, erkinlikni, azatlıkni söyleyen milletlerinin himayesi bilen bizim davayımız bu hale geldi. Bunun için Allah'ın şükür teşekkürler eytimiz. Esselamu aleyküm. Suyumlik qarindoshlarım, aziz vatandaşlarım. Oldi bilen bugün ben şu sorunga qatnaşkan lager şahitlerine, hanım kızlarga, inimiz Ömerbek Ali'ga ben ko'nglimdan rahmet eytip salamlarımı yollayman. Şunun bilen birge şu sorunga qatnaşkan Dünya Uygur Qurultayining rahbarlari hem yerlik orunlarınki rehberleri, yığın qatnaşkan qarindoshlarga chin ko'nglimdan salamlarımı yollayman. Assalamu alaykum aziz vatandaşlar, qarindoshlar, sizlarga mening o'tliq salomimni yollayman. Assalomu alaykum. Biz ikki qatimki Uyg'ur Qurultayining yig'iniga qatnashib, men ko'p narsani angladim. Ko'p narsaga men nima bo'ldim, ega bo'ldim. Xususan sirtda yashayotgan bizning vatandoshlar bo'sh emas. Har tarafda ko'p natijalar qozonib ishlayapsizlar. Buning uchun sizlarga ko'p rahmat aytaman. Sizlarning bu ishinglar butun Sharq Turkiston xalqining g'ururi bo'ladi. Biz yosh vaqtimizda 60 yil burun vatanning mustaqilligi uchun harakat qilgandik, ammo Xitoyning to'silishi bilan 18 yil turmalarda bo'lib keldik. Bizda bu inqilob mushmular tugamaydi. Balki biz ko'ramizakmi, shu o'tirgan hammanglar ko'rishinglar mumkin. Men tilayman Allohdan. Bizning vatanning mustaqil bo'lishini, hamma xalqning shu erkinlikka erishib, mustaqillik bayrog'ini ko'tarib chiqishini men umid qilaman. Sizlarga zo'r natijalar, utuqlar qilaman. Yig'inda yana Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon, Uyg'ur akademiyasiga vakolatan akademiyaning ijroiya raisi Abdulhamid Qaraxon, Sharq Turkiston Ulamolar birligiga vakolatan mazkur birlikning muavin raisi Sirojiddin Aziziy qatorliqlar so'z elib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan zulm va irqiy qirg'inchilikni xalqaro jamoatchilikka fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan lager shohidlariga alohida minnatdorlik bildirish va Dunyo Uyg'ur Qurultayining o'tgan 3 yil mobaynida xalqaro siyosiy sahnalarda elib borgan faoliyatlarini to'liq muayyanlashtirish bilan birga vatan ichidagi xalqimiz to'pyakun zo'r irqiy qirg'inchilikka duchor bo'layotgan bugungi kunda muhojiratdagi butun tashkilotlarimizning va avom xalqimizning birlik, ittifoqlik va o'zaro hamkorlik ichida Xitoyga qarshi o'rtaq harakat elib berishning zarurligini ta'kidlashdi.
Orqadan yig'inning kun tartibi bo'yicha har qaysi ellardagi vakillarning Dunyo Uyg'ur qurultayiga yo'llagan yozma taklif va loyihalari bir-birlab o'qib o'tildi. Yozma takliflardan savol-javob qismiga o'tildi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, muavin raisi Parat Yo'ronqosh va qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanotlar yig'in vakillarining yozma takliflariga va qurultayning xizmatlari haqida so'rgan turli savollarga astoydil javob berib o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi yig'inning oxirida qilgan xulosa so'zida bu navbatlik umumiy kengash yig'iniga qatnashgan va yig'inda milliy davoyimizga munosabatlik qimmatli taklif fikrlarni bergan butun qarindoshlarimizga qurultay nomidan alohida rahmat aytish bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultayining borliqqa kelish jarayoni, g'oyasi, uning plan programmasi, yetakchi ideyasi va 2004-yildan buyon ijro qilib kelayotgan 3 bosqichli strategiyalik plani haqida umumiy tushuncha berib o'tgandan keyin chet ellarda yashayotgan butun qarindoshlarimizga xitoban mundoq dedi. Shuningga tashkilotdagi maqsadlarni yaxshi bilganda to'g'ri yo'l qila olamiz deyman. Undan keyin fikr, taklif u bergan chaqda biroz bilib turib bergan bo'lsa. Nurg'un narsani bilmaylar so'zlayotganlarni men yerda ko'rdim. Ondan keyin bergan vaqtida aql, tanqid hammasi ichida. Biroz aql bilan qilish lozim. Bununla dikkat qilish lozim, ya'ni real bo'lish lozim. Xiyol emas. Bizda nurg'un odamlar xiyolni real deb hisob qiladi. Bu onunki anınki meselesinde çataq bo'lganligini ko'radi. Hamda oxirgi gap Ömer Bey Poyuz harakat qildi. Poyuzga chiqamaganlar qoldi. Rahmat. Rahmat. Bu qitimqi umumiy kengash yig'ini butun aziz shahidlarimizning ruhiga atab o'qilgan Qur'oni Karim va duo bilan oxirlashdi. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Dunyo Uyg'ur qurultayi 13-fevral kuni maxsus bayonot e'lon qilib, Türkiye amallık saqlash xodimlarining Türkiye'nin İstanbul, Ankara va Qayseri shaharlarida vatandagi urug' tuqqanlarning izdirikini qilib, Xitoyga qarshi norozilik harakati elib berayotgan lager qurbonlari yaqinlariga tutgan qo'pol muomalasidan va bu harakatlarga qaratgan cheklash tadbirlaridan qattiq afsuslanganligini va buningdan og'ir andisha to'yayotganligini bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining mazkur bayonoti Türkiye matbuotlarida keng doirada o'rin oldi. Qurultayning bayonotida oldi bilan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining 2017-yildan buyon Sharq Turkistonda ko'plagan nozi kamplarni barpo qilish va bu kamplarga 3 milliondan ortiq begunoh kishilarni qamash orqali Sharq Turkiston xalqiga to'p-yakun irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotganligi ta'kidlab o'tildi. Bayonotda Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlari natijasida vatandagi urug' tuqqanlardan uzun mazgil xabar olinmagan va asosliqi o'quvchilardan tarkib topgan bir guruh Uyg'urning o'tgan yilining oxirida o'zligidan tashkillanib, Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida o'zlarining vatandagi urug' tuqqanlarining izdirikini qilib norozilik harakati boshlatganligini, ularning yo'lliq talablari Xitoy konsulxonasining rad qilishiga, shundaqla ularning namoyishi Istanbul valiy mahkamasining to'sqinlik qilishiga uchragandan keyin namoyishchilar qo'shini Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldiga yo'tkilishga majbur bo'lganligi, namoyishning ko'lamining uzluksiz kengayib, Millat navbatda nomli umumiy xalq harakatiga aylanganligi eskartib o'tildi. 9-fevral kuni Anqaradagi Xitoy konsulxonasi oldida norozilik elib berayotgan bir guruh namoyishchining saqchilar tarafidan intayin qo'pol muomalaga uchraganligi, 4 nafar namoyishchining qisqa muddat tutqun qilinganligi, 10 va 11 fevral kunlari ba'zi namoyishchilar tushgan mehmonxonaning saqchilar tarafidan qo'rshovga elinib namoyishchilarning sirtqa chiqishi cheklanganligi, 12 fevral kuni yana Qayseri shahrida bir guruh Uyg'ur namoyishchining saqchilar tarafidan qo'pollik bilan majburiy tarqitib etilganligi ta'kidlab o'tilgan bayonotda, albatta ba'zi amallik saqlash xodimlari butun turk saqchilarga vakillik qilolmaydi. Afsuski bu xil hodisalar chet ellardagi Uyg'urlar orasida jiddiy andisha paydo qilmoqda. Umidimiz shuki, biz bilan qarindosh turk xalqi, turk davlati va turk hukumati butun dunyo tarafidan olli burun bilinib bo'lgan
Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga sukut qilib turmasligi lozim. Zolimlarga qarshi har zaman mazlumlarning yenida bo'lib kelgan turk qarindoshlarimizning Uyg'ur qarindoshlariga qarata bu xil marhamatni ko'rsatishini orzu qilamiz. Dünya Uyghur Qurultayı ve Kanada Şarkı Türkistan Birliki Teşkilatı'nın teşebbüsü ve tirişçilik görüstüşü neticesinde Kanada parlamentideki 5 siyasi partiyaga mensup olan 24 parlament azasının qatnaşı bilen Kanada parlamenti Uyghur Dostluk Gruppası kurup çıkılgan ve 12 fevral günü mezkur Dostluk Gruppasının parlamenti ilip bağan rehberlik sayılımıda Kanada Liberal Partiyasının Samir bilen Kanada Konservatiflar Partiyasının Garnet Kanada parlamenti Uyghur Dostluk Gruppasının qo'sh reisligiga saylab çıkılgan edi. Bu münasebet bilen bugün istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayı Muhacirlar Komitetining raisi, Kanadadagi siyosiy faoliyatchilarimizdan Mehmet To'xta Efendi Kanada parlamenti Uyg'ur Dostluk Gruppasining qurilmasi haqida ma'lumot berib, mundaq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. 2 ayning 12 kuni, ya'ni bu yil 2 ayning 12 kuni Kanada parlamentida shundaqla vatan sirtidagi Sharqiy Turkiston da'vosi uchun tarixiy ahamiyatli bir kun bo'ldi. Kanada parlamentidan 5 siyosiy partiyadan 24 millat vakili uzun muddatlik tirishchilikdan keyin birinchi qatimliq ichilish murasim o'tkazib parlament qurilgan Uyg'ur Dostluk Grubining asas qonunni ko'rib chiqish va ma'qullash. Uyg'ur Dostluk Grubining 2 dona tangdash reis yoki qo'shmaq raisi va 2 muavin raisini saylab chiqish, ijroiy komiteti a'zolarini saylash, anadan keyin Uyg'ur Dostluk Grubining bundan keyin ilib boradigan xizmatlardagi kun tartiblarini muzokara qilib bekitish qatorliq shu muhim vazifa uchun birinchi qatimliq yig'inni o'tkazdi. Kanada parlamentida qurilgan bu dostluk grubi favqulodda cho'ng siyosiy ahamiyatga ega, chunki Kanada parlamentidagi bu dostluk grubi qatnashgan millat vakillarining soni dunyoning har qanday yerda qurilgan dostluk grubiga qaraganda favqulodda keng ko'lamli bo'ldi. Parlamentda mavjud bo'lgan 5 siyosiy partiyaning hammasida vakillar qatnashdi. Anadan keyin shu 3-4 ay ichida bu parlamentdagi bu dostluk grubimizning vakillarining yoki a'zo sonini 40 dan 50 mush atrofiga yetkazmoqchi. Shunda bo'lganda Kanada parlamentidagi eng chong siyosiy bir kuch bo'lib qoladi. Va buning ahamiyati shu, Kanada parlamentidan chiqilgan har qanday qonunni bular to'sib qola oladi yoki har qanday chiqmoqchi bo'lgan qonunga o'zlarining icra qilmoqchi bo'lgan ba'zi Uyg'urlar munosabatli kun tartiblarini kirgizib turib yoki uni shart qo'shib turib hukumatning shu ishonch ovoziga erishishi, ya'ni hukumatning davom qilish qilmasligigacha hamma narsani belgilashda bu millat vakillarining soni hal qiluvchi rol o'ynaydi. Endi yana birisi bu Kanada parlamentidagi dostluk grubining asos qonunida Sharqiy Turkiston deb aniq yozilgan. Anadan keyin bizning bayrog'imizmi şu yollangan millet vakillariga yollangan chaqiriqlarda Kanada ve bizning bayrog'imiz logo sifatida ishlatilgan. Shuning uchun ya'ni şu parlamentning o'tgan yil 10-20 kundagi şu milliy qirg'inchilik qarornomasidami Sharqiy Turkiston degan so'z atalg'u davlatning rasmiy organlarida ishlatilgan va dostluk grubida shunday ishlatildi. Shunlashqa buning yana bir ahamiyati shu. Endi bu dostluk grubimiz 3 hafta ichida 2 qatimliq yig'inni o'tkazdi. Bu yig'in o'tkazgandan keyin kun tartibda 3 moddani biz muzokara qilib kun tartibda qabul qilishni talab qilgan. Buning birisi Uyg'ur milliy qirg'inchilikni butun Kanada parlamentining parlament qarori sifatida o'rtaq qabul qilish bu haqida takliflar berilib bo'ldi. Ikkinchisi shu Uyg'urlarning qulluq emgigidan ishlangan mahsulotlarning Kanada kirishini cheklash haqida qonun taklif berish. Bu haqida muzokaralar davom qilyapti. Uchinchisi bo'lsa, shu chet ellarda bexatarlik erishamagan Uyg'ur panolanuvchi qarindoshlarimizning Kanadaga kelish haqida hukumatga maxsus bir muddat tunib, manchilik vaqt ichida bu Uyg'urlarning Kanada kelishini kelish uchun hukumatning konkret harakat ilib berishini talab qilish qatorliq shu hozirgi 3 modda asosli kun tartibining bosh moddasi.
Ondan keyin bu Uyg'urlar münasibətli kun tartibdagi moddalar bu do'stlik guruhi orqali Kanada parlamentiga qonun taklifi shaklida yoki parlamentning qarorini qabul qilish shaklida har xil shakllarda bu takliflar parlamentga tushib turdi. Bu do'stlik guruhi nayta kuchlik siyosiy maydoni aniq bo'lgan millat vakillaridan shakllangan. Shuning uchun bundan keyingi yolg'iz Kanadada emas, boshqa davlatlardagi parlamentlardagi do'stlik guruhining shakllanishiga bu Kanadadagi parlament ishidagi Uyg'ur do'stlik guruhi rasmiy misol bo'lib, ulgu bo'lib boshqa davlatlarga ta'sir qildi. Yana birisi qarindoshlar shuni deb qo'ydiganimiz, bu Kanadadagi do'stlik guruhi, Uyg'ur do'stlik guruhi Uyg'ur tashkilotlarining sho'basi emas yoki ma'lum bir Uyg'ur tashkilotiga bog'liq emas. Bu guruhni qurganlar Kanada parlament a'zolari. Bu parlament a'zolari faqat o'zlarining vazifasini aqtirishdan sirt Uyg'urlarning masalasiga ko'ngil bo'lish, Uyg'urlarning dardiga chora izlash uchun qurilgan. Shunglashqa bu Kanada parlamentida rasmiy tizimlanish iltimosini topshirdi. Tizimlangandan keyin Kanada parlamentining rasmiy organi bo'ldi. Bularning yetarli ketadigan chiqim rasxodlari shu Kanada parlament tarafidan va millat vakillarining ishxonalarining qilgan iltimos orqali parlament tarafidan bularga chiqim shu yerdan hal bo'ldi. Shunda bo'lg'achqa bu tamamen Uyg'urlarning manfaatini chiqishgan tarafsiz, ya'ni siyosiy partiyalarning siyosiy programmasidan xoli demakchi bu yerlik tarafsizning maqsadi. Shundaq bir kuchli bir guruh bo'lib, bizning kelgusidagi da'voyimizning taraqqiyotiga favqulodda cho'ng rol o'ynaydi. Millatimizga, da'voyimizga xayrlik bo'lsin deymiz. Inshaalloh bu guruh shu g'arb dunyosidagi boshqa parlamentlarga bular har xil ma'lumotlarni yo'llash orqali boshqa davlatlarning parlamentlarida shunday kuchli bir Uyg'ur guruhlarining shakllanishiga turtkilik rol o'ynaydi. Ve bu grup bundan keyin shu xalqaro islom tashkiloti olsun, boshqalar olsun, bularga favqulodda cho'ng ta'sir ko'rsatdi deb qarayman. Shu sababdan millatimizga xayrlik bo'lsin. Inshaalloh bu guruhning sonini texmo oshirib, Kanadadagi eng cho'ng ta'sir jihatdan va hajm jihatdan va sapa jihatdan kuchli bir Hürmetli televizor ko'yuvchilar, Yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.